Hürmetli vatandaş, endi siz bilen bir muhakeme qilishayli. Bugunchi sizlarga 2021-yil 1-oyning 28-kuni. Yuqorida ko'rib o'tdinglar, 2 kun yağı, 3 kun yağı nihoyatda jiddiy bir masalada sizlarga leksiya so'zlab o'tamiz. Bu jiddiy masala Amerika Qo'shma Shtatlari davlatida siyosat bo'lib o'tirg'i chiqdi. Ham avvalgi hukumatning siyosati, mana hozir ko'rdik, endi prezident Joe Bidenning avvalgi hukumatning siyosatiga varislik qiladiganligini bugun sizlarga leksiya qilib so'zladik. Varislik qiladigan siyosat nima? Avvalgi hukumatning jungoga qaratgan siyosati. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo siyosati. Demek hozir ikki hukumat o'rtasida bu siyoset jungo siyosati izchillashdi degan gap. Izchil davom qiladi degan gap vatandosh. Biri shundoq siyosat yurgizdi, biri buning varislik qildi. Yangi siyosatlar o'tirg'i chiqishi mumkin prezident Joe Bidenning, lekin izchillik bu nihoyatda muhim siyosat navbatda. Çünkü Jungo Amerika meselesi münasebeti intayin muhim münasebet, diplomatik münasebet intayin muhim münasebet deb hem Jungo ta'kidlaydi, hem Amerika Qo'shma Shtatlar ta'kidlaydi. Mushundaq chaqda Jungo siyosatiga varislik qilishni boshda biz sizlarga leksiya qilib so'zladik. Endiki masala o'tirg'i chiqdi. Masalan, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish. Uyghur milleti ve başka milletlerini etnik tazalaş, ırk yo'qotish bilan tazalash. Bu cinayetni xalqaradan ayda ağır aladigan cinayetler buni Amerika hukumati muqimlashtirdi, belgiledi degan gap. Siz ko'rdingiz, biz ko'rib o'tdik. Endi hozir buningga jungo qanday inkas qaytirdi? Uni parcha-parat oldi bo'lsin ko'rib o'tdik. Biroq jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda belgilagan bu siyosatni jungo xalqiga yoki mustamlika Uyg'uristonda Uyg'ur xalqiga qandoq topshirdi? Yoki qandoq aytib berdi? Qandoq so'zlab berdi? Bu intayin muhim masala, hurmatli vatandosh. Hozir bizning vatandoshlarımızdan bazı vatandoshlarning egallagan materiallari va anglagan xabarlarga asoslanganda hozir vatan ichida gruppalarga, mahallalarga nima kengash, nima qurultay a'zolarini gruppalashtirib hozir siyosat o'rganish davri boshlanibdi. Bu siyoset ögünüş devrede Amerika'nı tanqidlaydigan, Amerika'nı haqoratlaydigan, Amerika'ga töhmet qiladigan, Amerika'ga ushuqliq qiladigan, Amerika'ni qarlaydigan qandaq so'z iborlar bo'lsa, hozir bu yig'inlarda, bu tashkillangan yig'inlarda bu gaplar o'tirg'i chiqdi ekan. Hozirgacha Uyg'urlarni tag'i bu sapga tortib kirgan emas edi. Masalan, chet el to'g'risidagi yoki bo'libmi Amerika to'g'risidagi paranglarga Uyg'urlarni tortib kirmagan edi. Yaqinda bu ish oshkorlandi. Ko'rdinglar? Şinjan Xalq Radio stansiyasining diktori ayol qizchaqning qanday xabar anglatganligini masalan sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ni qanday tanqid qilganligini ko'rdinglar. Bu narsa nima deymiz? Jungocha o'g'il bolalik. Jungocha o'g'il bolalik deganning ma'nosi nima vatandosh? Iloji bo'lmaganda, yoshirishga mumkin bo'lmaganda, oshkorlashga majbur bo'lib qolgan vaqtda o'g'il bolchilik qilib, bundaq siyosatlarni, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi Uyg'urga qaratgan siyosatini Şinjan gazetida e'lon qilish, yerlik gazetlar, Qashqariylik gazetlarda e'lon qilish va joy-joylarda siyosiy o'rganish uyushtirish, haqorat qilish bu jungochi o'g'ilbolchilik. Haqorat qilib turib, ya'ni xabarni, yangi xabarni xalqqa yetkazish bu jungochi o'g'ilbolchilik. Hozir jungo hukumati shu o'g'ilbolchilikni boshlabdi vatandoshlar.
Endi bu yerda siz bilan biz xo'sh bo'ladigan bir nuqta nima desa, Amerika Qo'shma Shtatlari siyosat belgiladi. Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik bilan bostiryapti deb siyosat belgiladi. Bugun buningda Uyg'ur xalqi xabar topdi. Undaqda Uyg'ur xalqiga biri ruhiy kuch. İkincisi Uyg'ur xalqiga ruhiy jihati malham. Üçüncüsü Uyghur xalqiga biz taşlanıp ketmeptik. Bizni dünya taşlab etmepti. Çünkü Amerikadek bir kudretlik devlet əslab turibdi. Biz doğruluq gap qilib etibdi. Kishilik huquqimiz doğruluq gap qilib etibdi. Bu gapning beshi bor, boshlanishi bor. Bu gapning o'ttirisi bor, jarayoni bor. Bu gapning oxiri bor, natijasi bor. Umid. Uyghur xalqida mushundaq umid tug'iladi vatandoshlar. Bir diktator, bir mustabid tizimlik, bir millatning diktatorisi, Xitoyning Uyg'urga qaratgan diktatorisi haddidan oshib mushu chekka yetganda vatandoshim Amerikadagi dunyodagi eng qudratli bir davlatning Uyg'ur to'g'risida yuqoridagi jinoyat, ya'ni Xitoy kompartiyasining jinoyatlarini belgilashi, irq yo'qotish, etnik tozalash, insoniyatga qarshi jinoyatda belgilashi bu Uyg'ur xalqi uchun bir g'alaba vatandosh. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining o'tgangi hukumati, sobiq hukumati va navbatdagi Joe Biden prezident hukumatining g'alabasi vatandosh. Bularni oilasi, mushularni oilasini siz o'zingizmi yeniklab qolasiz vatandoshlar. Özünüzmi yeniklab qolasiz vatandoshim. Men tunugin dedim, bu qo'lga olyapti. Musha harakat, mushuning munosabatlik holda to'xtamay yana Uyg'urlarni qo'lga olyapti. Sobiq davlat shtakati Mike Pompeo nima dedi? Bostirish davomlashyapti. Qatlam davomlashyapti. Uyg'urlarni qirg'in qilish, ya'ni etnik tozalash davomlashyapti. Shakli o'zgargan holda etnik tozalash. Darforga o'xshamaydi, Kambodjaga o'xshamaydi. Ya Kosovoga o'xshamaydi. Bu shakli o'zgargan holda etnik tozalash o'tgan didoq vatandosh och qo'yib o'ldirish. Og'rib qolsa tibbiy yordam bermaydi, doktor bermaydi, o'ldirish. Hozir anglagan xabarlarimiz oshkora bo'lib bo'ldi. G'ayri hech kim talab qilmagan dorilarni ishkizib o'ldirish. Bu oshkora o'ldirish. Bu oshkora qirg'inchilik bugun xalqaro jamiyatda Amerika Qo'shma Shtatlaridan iborat büyük bir davlatning davlat siyosatiga aylanadi. Ya'ni Xitoyni ayiblash. Qirg'inchilik, bir millatga qirg'inchilik yurgizding. Yoki shakli o'zgargan holda qirg'inchilik yurgizding deb bir davlatni ayiblash. Mana bu xalqarada eng zo'r vakat. Tunugin dedik. Biz buni tushuntirib qo'ymaymiz sana. Bu gapning masalan Uyg'urlarni etnik tozalash, irqiy yo'qotishdan yo'qotmoqchi bo'lyapti, o'rinda va shunda qilyapti. Hozir biz uning shohid bo'lyapmiz dedi. Sobiq davlat shtakati Mike Pompeo, bugun Antony Blinken. Davlat shtakati Antony Blinken biz buning varislik qilamiz. O'zgarmaydi. Bizning fikrimiz o'xshash. Avval hukumatning fikri bilan bizning fikrimiz o'xshash. Bu yerda ikki davlat ishlar kotibi, biri sobiq davlat ishlar kotibi, biri navbatdagi davlat ishlar kotibi Antony Blinken izchillikni, Amerikaning kishilik huquq siyosatining izchillikni, Amerikaning insonparvarlik va odamgarchilik. Biz hozir taxi buni siyosat davriga kirdi demaymiz vatandoshlar. Hazır Uyghur meselesini hal qilish siyosat davrida emas. Tunugillarda nima deyiladi Amerikada? Diniy e'tiqod erkinligi so'zlanib turadi, takrorlanib turadi. Hozir bu diniy e'tiqod erkinlik kishilik huquq sohasidan olqib chiqib, siyosatdan bo'sog'isiga yetib keldi. Bu irq tozalash va irq qirg'inchilik elib bordi degan gap bu siyosatning dal o'zi. Dal o'zi deyishdan burun bu harakat bilan qo'llanadigan chora tadbir bilan birlashib kelish kerak. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari keyin qanday o'rlashtirdi bu siyosatni? Siz kutasiz, biz kutamiz. Hurmatli vatandoshlar. Hurmatli vatandoshlar, shuni qarang, shuni o'ylab baqam, mushtarqa joy-joylarda, guruh bo'ladi, maktablarda, yezi kentlarda ham bu yerda. Masalan,
Sabık Devlet İşleri Katibi Mike Pompeo'nu tanqidlab, navbatdagi Devlet İşleri Katibi Antony Blinken'ni tanqidlab, siyasi ögünüş o'rinlashtirishi bu ajoyib ish. Buni biz Xitoycha o'g'ilvolchilik deymiz. Nimishqa? Tuhmat bilan sapsatini qo'shib turib raddiya berish. Sen doğrudan raddiya beralamsan. Masalan, Devlet İşleri Katibi Antony Blinken nima dedi? Şinjan gazetiga aynan elib chiqa olamsan. Şinjan gazetida xabar qilib, Uyg'urlarni xabardor qila olamsan. Sobiq Devlet İşleri Katibi Mike Pompeo bir abzasni aytib, bir aniq bir abzas ati oldinlarga yetib keladi vatandosh. Ati so'zlaymiz. Shu bir abzasni sen Remirbo Xalq gazetida e'lon qila olamsan. Şinjan gazetiga tarjima qila olamsan. Uyg'urlarni fikr qatnashtirishga, masalan, agar senda o'g'ilvolchilik bo'lsa, mush kunda Uyg'urlar fikr qilish kerak. Masalan, qarishtirsa, qarishtirman deyish kerak. Sen bunga yo'l qo'ysan, qarishtirishga yo'l qo'ysan, albatta bu sening diktatorang joyisidir. Lekin sendan talab qiladiganimiz qo'lingdan keladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatini qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosat belgilishiga quloq solamiz. Xo'sh bo'lamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq siyosatining Şinjanga, ya'ni mustamlaka Uyg'uristonga yetib kelishini qarshi olamiz. Hayotimizni o'zgarish, Uyg'ur millatining hayotida o'zgarish hosil qilishini, turmalarga qamalgan, nazarband qilingan Uyg'urlarni, ziyolilarni hammasi turmadan ozod qilishini, ozod qilib qo'yib berishini, o'zining ayni vaqtga, ya'ni mustamlaka jamiyatga normal hayotini, elaka turmaga elib yo'llab bermaydigan normal hayotini ko'chirishiga hozircha mushundaq yo'l qo'yishini Jungo hukumatidan talab qilamiz. Amerika dedi, bu siyosatni o'ylanib beqishin kerak deb. Uyg'urlar qalam tavritib Şinjan gazetiga xabar, Şinjan gazetiga obzor, maqola yozishiga yo'l qo'ya olamsan Jungo hukumati? O'tganda bayonotchi Hua Chunying xonim siz Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq Devlet İşleri Katibi Mike Pompeo'ni haqorat qildingiz. Kashkuzdiga cheketga dedingiz. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Devlet İşleri Katibi Mike Pompeo hozir yangi ish o'rnida, yangi ishga o'rlashdi. Hodisin tadqiqot institutiga kirdi. Xizmatga o'rlashdi. Nayt muhim yerga o'rlashdi. Qaraganda Devlet İşleri Katibi, sobiq Devlet İşleri Katibi Mike Pompeo, ya'ni Jungo siyosati to'g'risida maxsus to'xtalishi mumkin. Uning ustiga bugun Prezident Joe Biden hukumatining Jungo siyosati muqimlashdi, muqarrarlashdi. Antony Blinken bu siyosatni qo'lladi, e'tirof qildi. Amerika'nın siyasını bugün resmi ravishda yeni Prezident Joe Biden hükümetinin kun tertibiga elib kirdi. Bunun ismi Jungo siyosati yoki Jungo qartilgan siyosat deb ataladi. Jungolar qapandilar. Bayonotchi Hua Chunying xonim. Endi bundaq jamiyatda qandaq kunlarning yetib kelayotganligini ko'rib turib, siz faqat Şinjan rayonida mustamlaka Uyg'uristonda siyosatni bo'shitish va qo'yib o'tish, siyosatni butun ixtiyori bo'yicha qo'yib o'tish, Uyg'urning ixtiyori bo'yicha qo'yib o'tishdan iborat mushu qadamning planini tuzadigan vaqt keldi bayonotchi Hua Chunying xonim. Xushvaqt bo'linglar vatandoshlar.